Xo'sh, chap tarafda bolalar o'tgan safar ko'rdinglar, instrumentlar bor edi. Bizda o'sha jarayonda ko'ramiz degandim hammasini. Esingizda bo'lsa, pen tool bilan ko'proq ishlaymiz. Bizda keyin shu pen tool sal boshqacharog'i bor. Bundan tashqari дополнительный narsalar bor. Jarayonni o'tib ketaveraman, tez. Mana bu narsalar уже kerak emas. Bular oldinlari illyustratorda yangi chiqqan vaqtda, pen toollar yaxshi ishlamagan vaqtda mana shu narsalarni дополнительный qilib qo'yishgan, чтобы odamlar chizayotganda просто instrumentdan foydalanish uchun mana bunaqa qilib. Hozir ular kerak emas. Bular tayyor instrumentlar hisoblanadi. Hozir kerak emas, sizlar buni уже spokойно pen toolda chiqarib olsanglar bo'ladi. Bundan tashqari bizda obyektlarni tushiruvchi bor. Obyektlarni ko'rishingiz mumkin, uni kvadratik bor, tushirganlaringizda mana bunaqa ko'rinishdagisi bor. Bundan tashqari mana aylana ellips bor, polygonal tool bor, star bor. Bunday qilib tushirsanglar bo'ladi. Oddiy tayyor bo'ladi. Plus sizlar agar biron bir nastroyka narsani tushirayotgan bo'lsangiz, tayyor obyektni tushirishdan oldin sizlar enterda bossanglar ham, enterda bosib, makimda chiqmadi. Anaqada chiqish kerak edi. Tushirib olgandan keyin xullas meni makimda chiqmadi, Windows'laringda chiqish kerak. Tushirganda enterda bossanglar nastroykalar chiqadi buni. Agarda nastroykalarda tak, kelinglar bunga mayli, politsiya qilib o'tirmaymiz hozircha. Xullas mana shu yerda tayyor instrumentlar bor. Bundan tashqari bizda brush tool bor, bular bor. Bular ham пока что kerak emas, chunki jarayonda ko'ramiz ularni. Qolgan instrument pencil bor, bular bor, bularni ham jarayonda ko'ramiz. Хорошо, hozir men sizlarga tushuntirganim bilan ham точно tushunmaysizlar, uchun jarayonda ko'rganimiz yaxshi. Bugun sizlar bilan pen tool bilan ishlashni boshlaymiz. Ishni ko'rishni boshlaymiz. Ko'rdinglar, bizda uy bor. Obyektni tushirganda o'tgan dars video ko'rgan bo'lsanglar, nima qilinib olinadi? Tegidagi qotirib olinadi, to'g'rimi? Men hozir o'shani blok qilib oldim. Qayerdan qilib oldim blok? O'ng tomonda mana shu aytayotganlar narsalaring bizda layers deyiladi. Ya'ni har bitta chizib ketayotganlaring mana shu yerga qator bo'lib ketaveradi. Sloy, o'zbekcha, ruschasiga sloy bo'ladi. Mana shu sloylarni ustma-ust mana shu illyustratorda chizib ketaveradi. Bu yoqda sizlar agarda obyektni tushirib olib, agarda buni blok qilib qo'ymasanglar, nima bo'ladi muammo? Chizayotgan jarayonlaringda, masalan, bunday chizyapsizlar, skажем, bir narsa chizdinglarda, chizib bo'lgan ustdan chizyapsizlar. Chizib bo'lgandan keyin adashib bunday chetroqqa yoki o'ngroqqa tortib yuborishingiz mumkin. Shuni hisobiga illyustratsiyalaringda muammo bo'lishi mumkin. O'shanaqa narsa bo'lmasligi uchun biz buni olamizda, pad center qilib, mana o'rtasiga qo'yib olib, qo'yganimizdan keyin обязательно obyektni mana bu yerga bosib turib blok qilib olamiz. Ko'zini o'chirmoqchi bo'lsak, bunday qilsak ko'zi o'chadi, yoqsak nima bo'ladi? Обычный narsalar bilan. Menimcha bu logikal o'rganib olsanglar bo'ladi. Hozir zamon talabi shu. Tez o'rganishingga kerak bo'ladi любой narsani. Endi savol tug'iladi, buni qanaqa chizib olsak bo'ladi uyni degan narsa bo'lyapti. Ikkita etapda chizamiz. Birinchisidan uyni butun tanasini chizib o'tirmaymiz. Qaysidir obyektlarni chizib olib, o'sha obyektlarni ko'paytirib tashlaymiz bo'ldi. Shunda ishimiz osonlashadi. Ya'ni qanaqa, nimadan boshlaymiz degan savol tug'iladi sizlarda. Savol, qayerdan, nimadan boshlasak bo'ladi? Увеличить qilamiz ozgincha. Daraxtdanmi, uydan boshlaymizmi? Uy? Xullas, xohlagan joyimdan boshlayman, farqi yo'q uni. Ketdik, men bulutdan boshlamoqchiman, bulutni bitirib olmoqchiman. Buning uchun nima qilaman? Bulutni bitirib olish uchun men bittalab ruchnoy chizmayman-da. Menda bu yoqda tayyor instrument bor, ellips degan instrument. Olaman-da, men mana bu joyga bunday qilib tushirib olaman. Va buni sizlarda alt bo'ladi, alt bilan duplikat qilib olaman. Если что, yaqinlashtirib bunday ishlasam ham bo'ladi. Ko'rasizlar? Mana bu yoqni ham mana duplikat qilib olyapman va mana bu shaklga tushirib oldim. Endi men bu shaklni tegini ham chizib olishim kerak. Tegini chizib olish uchun sammasi bo'yi nima qilaman? Yoki pen tool bilan foydalanaman yoki men buni kvadratnisini olib turib, mana bunday qilib uchiga tekkizib, bunday qilib yopib olsam ham bo'ladi. Ko'rasizlar? Ko'rib turibsizlar, bizda o'sha bulut tayyor. Bunday olib ko'rsak bo'ladi. Bulut shakli chiqdi. Endi biza bulutni ko'rib turishingiz mumkin. Mana bu yerda juda ham ko'p obyekt bo'lib ketdi. Bu obyektni biza birlashtirib olishimiz kerak. Birlashtirish bo'yicha bir nechta metodlari bor.
keling. Mana bu joyda bor metodlari va bundan tashqari bizada yana qo'shimcha instrument bor. Shape Builder degani bu orqali ham birlashtirsa bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin, bular ham mana oblakani olib birlashtirib yuboryapti. Endi men hozirgi vaziyatimda mana shu instrumentdan foydalanaman va foydalangan joyimda agarda men hech qanaqa instrument bosmasdan turib, prosta chap mishkani chap knopkasini bostirib ustidan mana bunday yurg'izsam, mana bo'ldi. Mana hamma obyektlarim bitta bo'lib ketdi. Ko'rasizlar? Hamma obyektlarim bitta bo'lib ketdi. Buni yana boshqacha yo'llari ham bor. Masalan, sizlar mabodo adashib Altni bosib qo'ysanglar, altni bosib turib chap mishkani bosib qilsanglar, o'chirishinglar mumkin. Ya'ni masalan menda aytaylik, mana shu bulut yoniga yana bitta mana shunaqa qilmoqchimanda, bu narsa lishni bo'lib qoldi, skажем. Men buni o'chirib tashlash uchun agarda birlashtirib yubormoqchi bo'lsam, hammasini ustidan prosta hech nimani bosmay o'tkazaman, birlashib ketadi. Yoki men o'chirib yubormoqchi bo'lsam, keyin qilgan ishlaringni orqaga qaytarish yo'li ham bor, bilasizlar. Command Shift Z ni bossanglar, Ctrl Z ni bossanglar orqaga qaytaradi. Command Shift Z ni bossanglar orqaga qaytarganlaring oldinga qaytaradi. Shuni bilsanglar kerak menimcha. Xo'sh, nimadir so'ramoqchi. Menga emasmi? Xullas, altni bosib tursak, bolalar mana bu ortiqcha detalni o'chirib tashlasak bo'ladi. Altni bosamizda o'chiramiz va bizda mana ortiqcha joy o'chishdida qolgan joyini birlashtiraveramiz. Uni hech qanaqa knopkani bosmasdan turib, mana bunday qilib birlashtirib yuboramiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Endi boshqacha metodi ham bor. Agarda men birlashtirish xohlamasam, sizlarda prosta точно detalli narsa bo'lsa, Mametga qaranglar. Mametga qarang, Mametga qarang, mana Mametga. Hamma Mametga qarasin. Ertaga so'raganimda menga ana qilib o'tirmanglar. Ishni darsni boshladik, konkretni so'rab olaman. Хорошо? Yopinglar kompyuter, hamma yopsin. Shu, hamma yopsin, sizlar kompyuterni ishlatmaysizlar по-любому. Menimcha hali bir 2-3 ta dars ham ishlatmasanglar kerak. Meni bilishim bo'yicha. Mametga qaranglar bo'ldi. Instrumentlarni eslab qolinglar. Xo'sh, mana bu metodni ko'rdinglar, o'chirish boshqa narsani. Bu metod nimaga kerak? Agarda detallaring juda ham ko'p bo'lsa, mana shu instrument bilan ortiqcha joyini olib tashlab, o'chirish uchun ishlatasizlar, bemalol. Agarda yo'q, sizlarda обычный уже oddiy narsa bo'lsa, bu joyda bizda tayyor instrument bor. Masalan, mana bitta bosib qo'ysak, bu o'zi avtomatik birlashtirib oladi, bo'ldi. Ruchnoy qilib o'tirmaysizlar, tushunasizlarmi? Mana bulutlarim, mana obyektlarni yig'ib oldimda, bu yoqda nima qilaman? Bitta ustiga bosaman, mana bu yoqda уже birlashtirib yuboryapti. Xuddi shu qilgan ishimni bu avtomatik qilib yuboryapti. Tushundinglar, sutchi? Bulutim tayyor. Mana bulutimni chizib oldim. Endi bulutimga strok beraman men. Strok berish uchun bilasizlar qayerda? Mana bu yerda strok degan yozuv bor. Mana shu joyga 10 ni beramizda 10 qildim mana. Qaryapmiz. Bulutimiz tayyor. Strokni ham berdim. Selim qanaqadir normal chiqdi. Strokni kelinglar biza tashqaridan berib ko'ramiz. O'sha kuni sizlarga ko'rsatdim. Ichkaridan tashqaridan bersa bo'ladi deb. Tashqaridan berib ko'ramiz. Bolli такой прикольный narsa chiqdi. Bulutimiz tayyor. Lekin bulutimizni ko'rishingiz mumkin. Mana bu joyda qanaqadir chenlari bor ekan. Ko'rasizlar? O'sha chenlarini qilish uchun men nima qilsam bo'ladi? Mana hozircha bu detalimni olaman-da 0 qilib turaman va buni opacity-sini ozgincha tushirib olaman, чтобы chen qattaligini ko'rishim uchun soyani. Opacity-ni men bu yerdan ozgincha tushirib olamiz-da, ko'ramiz. Selim mana bu joyda chen bor ekan. Chenni nima qilamiz endi? Tushirish uchun bize osonroq metod, ya'ni buni alt bilan tortib bundoq ko'paytirsak bo'ladi. Bundoq qilib. Ko'rasizlar? Ko'paytirib olib, mana bunday qilib ortiqcha joyini kesib tashlasak bo'ladi. Qanaqasiga hozir ko'rsataman. Bitta bulut ustiga ko'pay qoldim. Mana bu bulutni olayapman, ikkalasini belgilayapman-da. Bize bu instrumentimiz bilan olib, mana bu ortiqcha joylarni alt bilan o'chiramiz. Qaranglar. Ishni tezlashtirish metodi bu mana. Alt bilan o'chirdim. Menda nima qolyapti? Bitta shu soya tushadigan joy qolyapti. Ko'rdinglar? Buni men Ctrl C qilaman. Ctrl C qilaman-da, Ctrl Z qilaman keyin. Ctrl Z qilib, men bu narsani o'chirib tashlayman, boya tushirgan narsam va Ctrl V qilsam,
mana bu yoqqa tushyapti soyam. Bitta точкаga tushmayapti. Unaqa tushmasligi uchun men Ctrl Z qilaman-da. Ctrl Shift V qilsam, kopiya qilgan joyimga точно o'sha lokatsiyasi bo'yicha tushirib beradi. Endi qaranglar nima qilaman. Men buni opacity-sini ko'taraman, 100 qilaman. 100 qildim va soyani olaman-da, xuddi shu narsani oq turibdi-manda 40% ekan. Buni ham 100 qilaman-da, opacity-sini. Rangini ozgina men bu ustiga 2 marta bosib turib, mana bosaman-da, ozgina tushiraman pastga. Va OK tugmasini bosaman. Bizda o'sha soya hosil bo'ldi. Agarda sizlar ustozinglar bo'lmaganda, sizlar samasaba bu soyani chizib olardinglar. Mana bunday olardinglar-da, bundoq qilib soya tushirardinglar. Yo'q, bu metod ham yaxshi. Qaysi vaziyatda qanaqa ishlash? Men sizlarga mana обычный detal narsada tezgina qilib ketiladigan metodni ko'rsatdim. Biz agar individualniy soya chizmoqchi bo'lsak, ya'ni biz bulutni mana yarim bunaqa teng bo'lsin degan ishni qilmoqchi bo'lsak, olamiz. Ko'rdinglar, hozir soyani chizib oldim va ikkita obyektni belgilayman-da, nima qilaman? Yana o'sha metoddan foydalanaman. Ya'ni bu yerda nima bo'lyapti? Hozir bunday qilsam birlashib ketyapti. Birlashib ketmasligi uchun nimani bosib turib chap beshkani bosishim kerak edi? Alt. Altni bossam, yaxshi. Altni bossam, mana ko'rishingiz mumkin, soya addenni o'zi qoldi. Ko'rdinglar? Shunaqa metod ham bor yoki bunaqa metod ham bor. Aytgancha, agarda yana shu narsani o'rgatib ketay, menda bu narsam obyektim, skажем, cho'mli qoraroq bo'lib tushdi-da. Sizlar buni men buni rangini moslab olgansizlar, soyani yoki ranglarini, ottенникni rangini to'g'rilab olgansizlar. Agarda sizlar shu narsani prosta kopiya qilmoqchi bo'lsanglar, buni stiliga. Mana bu yerda o'tasizlar, bizda nima bunaqa narsa bor, instrument. Bu nima qiladi? Bossanglar, mana shu ustiga bitta bossanglar, shu yerdagi rangni pipetkaga o'xshagan narsa, masalan, oq rang turibdi, men maklaring qora. U oladi, oq ustiga bitta bossanglar, mana shu yerdagi nastroykani ranglarni kopiya qilib oladi. Tushundinglar? Ya'ni bыстро ishlashingiz uchun ana bitta illyustratsiya chizib olib, rangini yana вставить qilib o'tirmaysizlar-da. Tushunasizlarmi? O'tgan safar kodni tushirish aytdim-ku. Ctrl V, Ctrl C qilib o'tirmaysizlar-da, pipetka bilan olib ishlab ketaverasizlar. OK, Ctrl Z qilib biz ortga qaytamiz. Menga bunaqa chiroyli degisi kerak emas. O'taman-da, mana shu eski men bu qilganim yaxshi. Va endi bunga strok beraman. Strokni 10 qilamiz-da, narushkadan beramiz tashqaridan. Mana bizda chiroylikgina hosil bo'ldi bulut va biz buni olib Ctrl G ni bosamiz. Ctrl G bu gruppa qilib qo'yadi. Ctrl G ni Command G bo'ladi. Endi Mac'da keling. Ctrl G ni bossak, mana obyektlarimiz nima bo'ldi? Gruppa bo'lib qoldi. Endi bularni bunday tortsam ham hech nima qilmaydi. Agarda biz gruppani ichiga kirib edit qilmoqchi bo'lsak, ya'ni mana buni soyani siz rangini o'zgartirmoqchisiz. Rangini o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, ikkita metod bor. Birinchi metod, ikkinchi mishkadan foydalanib turib shu obyektni belgilasangiz bo'ladi, mana bunday qilib. O'shani edit qilsangiz bo'ladi, ya'ni rangini. Misol uchun, men buni black qilmoqchiman. Har doim ham ishlamaydi, lekin ishlab qoladi bu metod. Agarda mana ko'rdinglarmi, qora qildim. Agarda unaqa metod bo'lmasa, prosta mana shu abi gruppalarning ustiga 2 marta bossanglar, gruppani ichiga kirib qoladi. Va sizlar mana shu yerda qilayotgan ishlarning hammasi gruppani ichida bo'ladi. Endi sizlar bu yerga yana bitta bulut chizib olib qo'yaversanglar ham bo'ladi. Such shtom aytmoqchi bo'lganim, boshqa illyustratsiyalaringga ta'sir qilmaydi. Mana shu yerda o'zi o'tamanda, men buni cho'mliroq yoki qoraroq yoki seriroq qo'raman. Yoki bulutimni rangini, skажем, yanada seriroq qo'yishim mumkin. Tushundinglar? Bo'ldi. Bizda bulut obyekti mana bu yerda ikkita qilib qo'yamiz, tayyor bizda. Mana bu yerdagi bulutimni ko'ramiz. Agar bir xil bo'lmasa, chizib olamiz. Such bu yoqda ham bir xil ekan. Endi razmerovkasi har xil ekan. Nicho, razmerni olib, ozgincha kichraytiramiz. Nimagadir mana bunaqa kichrayib ketadi. Bu tekis kichrayish uchun nima knopkani bosishim kerak? Altni bosib ko'ramiz. Alt bilan ikkita tarafdan ketyapti. Shiftni bosib ko'ramiz. Shift bilan mana bir xillikda kichiradi. Ko'rdinglar? Shift bilan kichrayadi.
Mana o'ta go'zal. Endi men bilan menga вообще kerak emas. Bularni olaman-da, menga xalaqit bermaslik uchun men bu yerdan blok qilib qo'yaman. Bo'l. Bu yoqqa mishka olib borsam ham hech nima qilmaydi. Zapis ketyapti bolalar. Nasib qilsa zapisni ham ko'rasizlar degan umiddaman. Yo'q, xat bilan hammalarni uyiga jo'nataman. Qancha tashlayman? Kecha tashladimmi gruppaga? Boshlanishida absolyutni 70% ishlaring rasmlarning ustiga qilib chiziladi. 70% ishlaring. 30% ga hali 70% chizib olinglar. 30% ga komponovka qilamiz. Ya'ni u yoqdan bu yoqdan olib yig'amiz. Oxirgi etapda chizgan sketchimiz bo'yicha chizamiz. O'zingizlar sketch chizasizlar, o'sha sketch bo'yicha unga rang berib ishlaysizlar, chizib olasizlar. Hammasi sketchingdan keladi. Ya'ni ozgina ruchnoy chizib olasizlar. Yoki prosta agar men masterman desanglar, mashina o'zida chizaversanglar bo'ladi. Misol uchun men sketch chizmayman, kallamga kelganini chizaman. Ili komponovka qilaman. U yoqdan, bu yoqdan, bu yoqdan olaman-da, bitta yedinli narsa chiqaraman. Such dizayneri mana shu o'zi. Yangi narsa ixtiro qilish kerak emas. Xo'sh, bolalar ketdik. Biza uyni chiza olishimiz kerak. Uyni chizishni nimadan boshlaymiz deb savol bersam, baribir aytmaysizlar. O'sha uchun o'zim bilganim qilaveraman. Ana quruvchilar bormi deyman oramizda. Xo'sh, uyni chizib olamiz. Birinchi o'rinda kelinglar, men bu bo'layotganda fundamentdan chiza qolaylik mayli. Xo'sh, fundamentni nima qilamiz? Buni ham ruchnoy chizib o'tirmayman. Nima qilaman? Tayyor instrumentimiz bor bizani. O'sha instrumentni olib turib, men bu yerdan tortamiz. Tayyor. Ko'rdinglar? Rangini nima qilib olishimiz kerak? Kopiya qilib olishimiz kerak. Bitta bunday ko'ra olamiz. Jigar rangroq ekan, men buni o'zim taxminiy qo'yaman. Stroki bor ekan, stroki o'ta qoramas ekan. Kstati, e'tibor berdinglarmi? O'ta qoramas ekan, sal serigi unchalik qop qoramas ekan. Xullas, buni birato'la to'g'rilab olamiz. Ishimiz oson bo'lish uchun bayroqlarni olamiz. Bayroq debman. Bulutlarni olamizda, hammasini rangini to'g'rilab olishim kerak. Nima qilsam bo'ladi shu yerda? Bittalab chiqmayman-da. Общий qilib recolor degan joy narsa bor bizada. O'shaning ustiga bitta bossak, bizada mana shu ishlatgan ranglarimizni ko'rsatadi. Bu yerda ko'rasizlar, ko'rsatmayapti to'liq. Bu yerda biza aylantirib buni ranglarini o'zgartirsak bo'ladi. Such aytmoqchi bo'lganim, mana bunaqaroq qilsak bo'ladi. Bu oq qorani ko'rsatmaydi lekin tayinli. Biza unaqa qilmaymiz, yanada yo'lini topamiz. Biza mana bu yerda advanced option degan joyga kirsak, mana bu yerda ishlatgan ranglarimizni ko'rsatyapti. Oq va qora seri ishlatganmiz. Men qorani o'zgartirmoqchiman, chunki qora rang menga yoqmayapti, juda qora ekan. Bunday qilib serirog'iga olib kelamiz. Seri bo'ldimi? Ha, sizlarda ham shunaqa bug bo'ladi. Bir marta bosib turib qilganlaringdan keyin ishlamaydi. Ikkinchisiga kirganlaridan keyin ishlab ketadi. Bu bug deb bo'lmaydi. Bu nima bo'lyapti? Sizlar standartniy rangni boshqa rangga o'zgartirmoqchi bo'lsanglar, bu bir marta kiritganlaringizdan keyin so'rab oladi, işte o'zgartiradi shaklni. Mana bu yerga kirsanglar, o'zgarib bo'lmaydigan shaklda turibdi-da. Bu yerda bitta tasdiqlab oladi-da, keyin kirgizib yana ikkinchi marta kiritganingizda уже rangni kiritib qo'ya olasiz bemalol mana. Bu yerda уже seri bo'ldi mana. Ko'rdinglar? Bu tasdiqlab olish kerak oq bilan qorani. Imенно oq bilan qorada shunaqa ish qiladi. Qolgan boshqa ranglar bo'lsa, prosta kirasizlar-da, mana bunaqa qilib change qilib tashaverasizlar. Ko'rdinglar? Nima deyotdingiz? Siz nima dedingizmi? Da, 2 marta kirib ko'rasizlar. Birinchisida prosta o'sha oq qora rangni u rang sifatida qabul qilib oladi, shu edit qilishga ruxsat berildi. Ikkinchisida prosta o'sha ranglarni kiritib qo'yasizlar. Okey, menda mana seriroq rang bo'ldi. Mana shu rangni endi men o'zimga kopiya qilib olishim kerak. Skажем, mana olaman-da. Kopiya qilib oldim. Ctrl C ni bosdim, ko'rdinglar? Nima qilayotganlarini ko'ryapsizlar. Ko'rib turinglar bo'ldi. Joyida savol beringlar agar nima bo'lsa. Olaman-da, mana stroke bilan fill bor. Film qoladi, пока что strokka rang berishim kerak. Ustiga 2 marta bosaman, kod chiqadi. Bu kodni kopiya qilib oldim va enterni bossam, mana menga kodni o'sha rangni qo'yib berdi.
Endi bizda nima edi? Mana bu narsa jigarrang ekan. Biz olamizda fillni tanlab, bundoq qilib pipetka bilan bundoq bosamiz. Lekin ranglarni kodi bilan ko'rsatuvdingiz-ku bitta anaqadachi. O'shandan olib ham qilsak bo'ladimi? Albatta. O'zingiz qo'ysangiz ham bo'ladi. Bu yerda tayyoranglar bor. Bolalar, ko'rdinglarmi hozir nima bo'lganini? Men pipetka bilan olib, rang ustiga bosganimda nima qildi bu? Bu pipetkani shu yaxshi va yomon tarafi bor. Yaxshi tarafi что любой effektingizni shuni rangini, stilistikasini kopiya qilib oladi. Yomon tarafi ham mana shu narsada. Что mana men bu yerga strok berganman, bitta rang ustiga bosyapman, bu bilyapti, просто rangni kopiya qilib beryapti-da, obyektimni stroklarni o'chirib tashlayapti. Mana shunaqa odati bor. Nicho, biz buni o'zimiz ko'zlarimiz bilan qilib qo'ysak bo'ladi. Qani bu yoqda ham ishlatamiz. Nima bo'ldi hozir? Strok yo'qolmadi. Nima qildim? Просто fil ustiga bosdim-da, mana bu yerda xuddi shu pipetka bor. Bu tushunyapti, что fil bilan ishlayapti bu okaxon deyapti-da. Fil ustiga bosib turib, enter bosamiz, mana rangni beryapti. Understandmi? Endi buni avvalgisi juda o'tkir. Biz buni nimasini tushirishimiz kerak. Uning uchun nima qilamiz? Mana burchakni ko'rishingiz mumkin. Bizda avvalgisini tushiradigan joyi bor. Lekin menga mana bu tegi tushish kerak emas. Tegi tushmasligi uchun nima qilsam bo'ladi? Savol sizlarga. Tegi bo'lmasligi uchun. Nusamasa bo'y mana shu aylanani tushirib olib, alt bilan bosib, unda tekst qo'rsam bo'ladi. Tak, mana bu yerda yana nastroykasi bor-ku, shuni. Xo'sh. Mana 2 marta ustiga mana bosganimda belgilanib qolyapti, ko'ryapsizmi shu joy? Bundan olib tortyapman-da, tekst qo'yaman. Belgilandi. Bundoq qildim, tekst bo'lib qoldi. Ko'rdinglarmi? O'sha aylanani tanlab ustiga bitta bosib olib tortsa, mana shu shakli qoladi. Mana menda shu shakl qoldi. Bitta bundoq ko'ra olamiz. Ladni qolgan darabotkalarini keyin ko'rsak ham bo'lar ekan. No, мне кажется, strok juda ko'p bo'lyapti bizda. Lekin qayg'ulanmaymiz. Shu strok bo'yicha ham ketaveramiz. Hech nima qilmaydi. Endi biz uyni shaklini chizib olishimiz kerak bo'ladi. Keling, uy shaklini chizib olishdan oldin biz mana tegidagi narsani qilib olaylik. Tegidan boshlab chizib ketaveramiz. Xo'sh, bizda strok bor. Strokni ham tushirdim mana, ko'rdinglar. Strokni olamizda, strokni nastroykasiga bitta kirib olib, mana bu joyini bunday yoqib qo'yamiz. Bu nima qiladi? Ko'rishingiz mumkin. Mana bu avvalgi joyini, ya'ni o'tkir joyini avvalgi qilib qo'ydim mana. Bizda suratda ham shunaqa edi, to'g'rimi? Chizayotgan detalimiz. Endi ketdik, uyni chizishni boshlaymiz. Tak, biz nimadan boshlasak bo'ladi? Uyni eshikdan boshlasak xato bo'ladi, chunki biz pastga tushishimiz kerak. Demak, uyni orqa tarafdan chizish boshlaymiz. Xo'sh, uyni to'rtburchak qilib, yana o'sha tayyor obyektlardan foydalanib tushirib olamiz. Mana ko'ramiz, bizda mana bunaqaroq bo'lib turibdi. Va opacity-sini tushirgan holda ozgincha ko'rib olamiz. Qanaqa? No, tekst tushirdik, normal, not bad. Yaxshi. Tak. No, yomon emas. Bo'ldi. Opacity-sini ko'tarib olamiz-da, buni oq qilib qo'yamiz. Oq qilganimizdan keyin yana ozgina opacity-sini tushirib turib, biz mana bu joyini chizib olishimiz kerak. Mana shu joyni qanaqa qilib chizsak bo'ladi? Sizlarning fikrlaring. Bo'ldi? Mana bu tomchasini. Qaysi mana bumi? Yo, bu joyini nastroyka qilmaymiz. Bu joyini kesib tashlaymiz bo'ldi. Men tomchasini aytayapman. Tomini ana birinchi ko'rsatgan instrumentim bilan kesib tashlaveramiz lishni joyini. Xullas bu yerda kelinglar. Bu yerda ham osongina instrument bor. Yana o'sha, pen toolga qaytamiz. Pen tooldan olib, mana shu joyini bitta belgilab, o'rtasiga olib kelib, bitta tushiramiz va bu yoqqa ham bunday qilib tushiramiz. Ko'rib turishingiz mumkin, bizda mana bu obyektlar tekst bo'ldimi yo'qmi degan savolga mana bu obyektimizdan bitta
men bu mishkaga o'taman. Endi menga nuqtalar bilan ishlashim kerak. Nuqtani tanlayman va bu yoqdagi nuqtani tanlayman. Tanlaganimdan keyin men bu ikkalasini tekisligini bir xil qilib olishim kerak. Buning uchun nima qilsam bo'ladi? Har doimgidek sizlarga o'sha darsda ham o'tgan davr ko'rsatganim bor. Ailing degan bor, ya'ni mana bunaqa to'g'rilaydigan narsa bor. Randomizatsiya qilib qo'yadi. Bu narsa nimaga xizmat qiladi? Bitta rasm tushirib olib uni o'rtaga tortib olish uchun emas, nuqtalaringni ham tekisligini bir xil qilib olish uchun xizmat qiladi. Men ikkita nuqtani belgilab oldim. Belgilaganda ham qanaqa? Bittasini belgilasam, ikkinchisiga olib borsam, mana ko'ryapsizlarmi? Ikkinchisiga olib borib belgilasam bo'lmayapti. Uni belgilab olish uchun prosta shift bosasizlar bo'ldi. Elementar narsa, menimcha, kompyuterda ishlatganingizda sizlar ham spokойно biror narsani udalit qilmoqchi bo'lganlaringda, unda olib borib shift bosib tursanglar, chik belgilab o'chirsa bo'ladi. Xuddi shunaqa narsa bu yoqda ham ishlangan. Sizlarni qiynamaslik uchun maksimal oddiy elementar narsalardan qilishgan. Xullas, mana ikkalasini belgilab olamanda, Ailingda bitta pastni bosib qo'ysam, endi menda po faktu bularni ikkalasini oralig'i bir xil bo'ldi. Misol uchun kimnidir qo'li qiyshiq bo'lishi mumkin-da, mana men sal mundoroq qilib tushirib qo'ygan bo'lishi mumkin-da. O'sha holatda qaytadan ruchnoy to'g'rilab mana bu fitvlon vaqtlarini ketkazmasliklaring kerak-da. O'sha yerda mana shu narsani ruchnoy to'g'rilab o'rsanglar bo'ladi. Mana. Ko'rdinglarmi? Such понятно-da? Tushundinglar? Tushunmasanglar sразу beringlar savol. Mayli kechiraman. Dars vaqtida savol bersinglar, chunki logichni bir 5 ta 6 ta dars, 5 ta darsgacha savol berishinglar mumkin. Chunki instrumentlarni tushunmaysizlar va yangi narsa, sveji narsa. Sraz so'rayveringlar. Ha? Bu odam? Guys, menda 2025 manda keyin ofitsialnisi o'sha aytganimdek bir ikki narsalar sizlarga ko'rinmaydi. Ofkil bo'lgani uchun. No, sizlarga eng keraklisi bor, bo'ldi. Keraklisi shu kim ishlatayotgan bo'lsa, o'sha ishlatayotgan narsalar bor. Bor, unaqa demang, to'rt burchak, 3 burchak chiqmayotgan bo'lsa, o'sha obyektni olib borib turib, o'ng mishkani bossanglar, mana shakllarni ko'rsatadi. Sizda yulduzcha bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Agarda chiqmasa, mana bu yerga 3 ta nuqta bor, 3 ta nuqtani ustiga bossanglar, mana ko'rsatadi. Chiqmayotganlarni ustiga bosib chiqarib olsanglar bo'ladi. Siz hammasini ishlatasizmi? 50% ni ham ishlatmayman. 50% ni ham ishlatmayman. Xullas, questions yo'q. Olamiz, qaranglar, rебята. Menda chizib olganimda, men bu joyda fill ham, stroke ham bo'lib qoldi. Fillni o'chirish uchun nima qilaman hozir? Kim aytadi? Dars ko'rgandingiz-ku, siz dars ko'rdim dedingiz-ku. Men oqqa o'chirib tashlashim kerak emas menga. Shift bosib o'chirib tashlaysiz. Ya, endi fantastika qilmanglar. Faktlar bilan. Bilmaysizlarmi? Xullas, men bu yerda o'chirib tashlamoqchi bo'lsanglar, mana qizilcha bilan o'chirish qilib qo'yilgan. Buni bossanglar o'chiradi. Tushundinglar? Xullas, mana sizlar obyektga rang berayotganingda, mana bu fill tanlangan. Agar sizlar buni ustiga bitta bossanglar, stroke tanlanadi rang bo'yicha. Ko'rasizlar? Agarda bitta men stroke'imni o'chirmoqchi bo'lsam, mana bu joyda 3 ta narsa bor. Rang berilgani bor, gradient bor va вообще o'chirib tashlash bor. Men nima qilaman? Fillni tanlaymanda, rang berilgan menda. Rang bo'lib turibdi, ko'rasizlar? Menga rang kerak emasda, men bu joyga o'tib, qizil qilib qo'yilgan ustiga bitta bossam, bu tushunadi, что bu kerak emas ekan deydi, o'chirib tashlaydi. Endi ja kraynim nima qilsanglar, bunda ustiga 2 marta bossanglar, bu yoqda emas, men bu yerda bo'ladi. Men bu yerda ustiga, men bu joyga olib borib bitta bossanglar, bu yoqda ham xuddi shu narsa bor mana, qizil. Liniya qilib qo'ygan, ko'rasizlar? O'shani bitta bossam, fillni o'chirib tashlayapti. Understand, ha? Fillni olamiz, o'chirdik. Endi stroke bilan ishlaymiz. Stroke'imni tanlab olamanda, men bu joyda stroke'imni oshiraman. Nimaga?
mana bu shaklda chiqarish uchun. Ana. Nima deysiz? Tak. Hammasi yaxshi-yu, lekin ko'rayotgan bo'lsangiz, bitta note chiqyapti. Mana bu joyi cho'ta nima bo'lyapti? Uchli bo'lib qoldi. No, nicho, biz mana bunda tanlaymiz-da, mana bu joyini olib, bundoq qilib qo'yamiz. Bo'l, olam nurafshon. Yana qayta yoqamiz-da. Ha, ko'p bo'lib ketibdi. Nicho, ko'p bo'lgan bo'lsa, bundoq teparoq ko'tarib qo'yamiz. Endi bizada strokli bo'ldi, lekin biza bu strokka rang berganimizdan keyin bu palakat strokni ustida yana strok bor. Ko'rasizlarmi? Как будто chizib olingan mana. Rastiratsiya qilmaymiz, bizada shunaqa instrument bor. Strokni fill qilib beradigan instrument bor. Expand deyiladi. Bu sizlarni strokli nimalaringni olib turadi, prosta fill qilib yuboradi. Buning uchun nima qilamiz? Biz o'sha strokli obyektimizni tanlaymiz-da. Obyektga o'tamiz. Obyektda expand degan narsa bor. O'shani ustiga bitta bossak, bizda mana ko'rsatadi. Fill strokni belgilaydi hammasini. Hammasini expand qilib, короче, fill qilib desanglar, men sizlarga oddiyroq tushuntiraman. Fill deb endi obyekt qilib yuboradi. Tushunyapsizlarmi? Qanaqadir effektlaring bo'lsa ham, boshqa narsalar bo'lsa, mana shu expand vazifasi obyektlar, biron bir effektchalar qo'shgan bo'lsangiz, hammasini real time'da prosta shaklga aylantirib yuboradi. Enter knopkasini bosamiz. Ko'rishingiz mumkin nima bo'ldi? Mani strokim nimaga aylandi? Fillga aylanib qoldi, obyektga. Endi men bu yoqqa buni strokini qalin yupqa qila olmayman. Tushunasizlar? Bunda olamiz-da. Nima qildim hozir? Pipetka bilan men bu yerdagi instrumentim bor edi. O'shani ustiga bitta bosdim. Nima qildi? Butun effektini kopiya qilib oldi. Mana tayyor. Filmga strok ham berdi, boshqa ham qildi. Endi menga mana bu ortiqcha joylar kerak emas. Menga bu mashmasha kerak emas deydi. Olamiz-da. Buni opacity-ni 100 qilib turib, mana uy chizib olganmiz, mana bu joylari kerak emas. Olamiz, nima qilamiz? Ikkalasini belgilaymiz. Albatta, shift bilan ikkita obyektni belgilay olamiz va nima qilamiz? Mana shu instrumentdan foydalanamiz. Foydalanib turib, qaysi knopkani bosib turib o'chirardim? Alt. Altni bossak o'chadi prosta. Shift piftni bosmay bundoq qilsanglar birlashib ketadi, ribata. Ana. Ko'rdingizmi? Nima qilamiz? Bizani uychamiz почти tayyor. Qolgan detallarni sira-sira chizib olamiz. Men uchun qolgan detallar nima bo'lyapti? Mana bu nima deyilardi bu? Dimoxodmi? Xullas shu narsa. Dimoxodni ham da olamizda, ustiga qo'yib chizib olamiz va buni ham pipetkani olaman, bolalar ish tezlashtirish uchun. Men bu uyni ustiga bosaman, chunki bu ham oq, to'g'rimi? Oq samasaboy, ustiga bitta bosdim, effektini kopiya qilib oldi va ustiga yana bitta shakl chizib olaman, mana bunaqa. Va buni ham olaman-da. Bunday qilib belgilab olib, buni ovalnistini ozgincha tushiraman. Agar men bu yerda qo'llaringiz mabodo ko'proq tortayotgan bo'lsa, uni ruchnoy men bu yerda son bilan bersangiz ham bo'ladi. Tushunaman, kimnidir qo'li qaltiraydi, boshqa bo'ladi. U narsalar yaxshi deb o'ylayman. Xullas, men bu narsamni chizib oldim va bitta patsentr qilib olaman, ikkalasini tanlab. Uxlamanglar bolalar, uxlamanglar. Eng qiziqarli, eng sochli joyi kelyapmiz. Sizlar boshlang'ich etapdasizlar. Sal tushunib olinglar. Keyin nima jazo qiling? Ha, jazo qilaman men aytgancha. Tayyor turinglar. Ha? Menga vashchi farq yo'q. Ya'ni meni ishdan haydab yuborishlari mumkin deb qo'rqadigan domla emasman. Vashchi farq yo'q. Hammanglarga jazo beraman aytib qo'y. Qilmasanglar. Okey? Sizlarga men nimaga dars berayotganimni aytganman bu yoqqa. Bitta ikkita odam hurmati va umuman dars berish. Duxum bermaganman deydi-ku, shunaqa bo'ladi. Jazo bor, absolyutni hammaga aytib qo'ying. Ha, nagrada ham bor. Nima? Ya.
jazo bor joyda albatta nagrada ham bo'ladi. Ha? Labi? Jazo qanaqa bo'ladi? Qiyin bo'ladi lekin, ya'ni. Sizlarga sam yetganman. Nimaga? Nimaga ajratishim kerak u? Uyga asfa qilmagansizlar u. Unaqa bo'lmaydi, hamma bir xil. Faqat qilmagan. O'quvchi bir xil bo'ladi. Yana ana ajratmaydi yana boshqa narsalar bilan. O'quvchilarning hammasi absolyutni bir xil. Faqat dars qilmaganlar jazolanadi. Ya sizni просто qiziqib har kuni o'zimdan o'zim jazolanaman. Конечно. Derik aka, oliy sinf bo'yicha Shaxs jazolanadi. Yoki o'sha polniy sinf o'sha shaxsni deb jazolanadi, aytib qo'yay. O'sha uchun bilib qo'yinglar. Ha, nastreniya qarab. Mayli qo'yinglar. Menyu oxirgi bitta jazo bor edi. Расходlisi bor, fiziskisi bor. Sizlar tanlaysizlar. Fiziskiy jazo yo расходli jazo? Qaranglar, sizlarga shunda ham vibr beraman. Endi yo kredit olib cho'ntakdan chiqarasizlar, yo kallani upgrade qilasizlar, bo'ldi. Bilimni upgrade. Qaysi biri osonroq? Xullas, endi bolalar ko'rib turibsizlar, mana bu yerda menda problem chiqyapti, ya'ni bu muammo nima bo'lyapti? Mana bu uycham obyekti pastga tushib qolyapti. Men buni tepaga ko'tarishim kerak. Buning uchun nima qilamiz? Ko'taril deymizmi? Ha? Shunaqa qilsa ham bo'ladi. Mana bu eng oddiy usuli ikkitasini beringlar. Tepaga bunday ko'tarsak bo'ladi. Falakat ko'tarilmaydi ham bu ham. Ha, mana. Bunday qilib ko'taramiz mana tepaga. Mana ko'tarildi. Ko'rdinglar? Buni tez garaj klavishi ham bor. Command Z ni bosaman. Ctrl Z. Bolalar adashib ketsam, ana qilmanglar. Ctrl Z, Command Z bilasizlar nimali? Da, ikkalasini belgilaymiz. Mana ham eslab oling hozir. Tak, commandmidi, optionmidi? Ovoz bilan yozyaptimi bu? Yo'q, беззвучный. Ovoz bilan yozayotgan degan umiddaman, kecha tuzattirdim. Upgrade bo'lganiga ovoz zapis qilmaydigan bo'lib qolibdi. Xullas, tak. Shift Alt Yo'q, hozir men anaqa Windowsda ishlayapman. O'zimnikini bilaman. Windowsda Alt Ctrl Alt turburchak knopka I bor-ku, russkiy I. Kimdir Illustrator ochganmi, bitta proba qilib ko'ringlar. Anaqada ishlamayman Windowsda. Bitta obyektni tepaga ko'tarish. Ha? Mana bunaqa usul bor. Xullas, sizlar ko'rsating. Menda Command Shift turburchak knopka. Command Shift turburchak knopka bor. I. Russkiy I. I'midi, shuna I da qaranglar. Buni agarda men turburchak knopka bor, hammada bir xilmi? Bir xil ham menimcha Windowsda. Xullas, mana ikkitasi. Mana ikkitasi. I bilan X. Qiyma X mi nima bu? Xullas, Command Shift agarda X, ya'ni turburchakda chap tarafdagisini bossam, bu pastga tushiradi. Selm butun obyektlarni eng pastga tushiradi. Mana Command Shift mana bu turburchak knopkani X turgan taraf, chap tarafdagisi. Polni obyektlarni tushiradi. Agarda I turgan tarafdagi knopkani bossanglar, polni tepaga chiqaradi. Mana bu obyektda, mana. Polni pastga tushirdim. Agarda I ni bosib turib, Shift Command Shift bilan I ni bosib, I turgan turburchakni unaqani bossam, tepaga ko'tarib yuboradi. Yana sabab sizlarda savol tug'ilishi mumkin, albatta. U hammasini tepaga ko'tarib pastga tushirsak to'g'rilamaymiz u degan savol tug'ilsa, albatta u savollaringizga javob bor. Obyektni belgilab, Shiftni bosmasdan turib, Command o'zini bosib, ya'ni Ctrl bosib,
bunday qilsak bittalab tushiradi. Mana bittalab tushiradi. Ko'rdinglar? Mana bu tarafga qarab turinglar, ko'rasizlar mana. Bittalab tushiryapti mana. Obyektni. Bitta pog'ona pastga tushirib ketyapti. Agarda men buni agar shift bilan qilsam, butunlay tushiraveryapti. Ko'rinmay qolyapti, ko'ryapsizlarmi? Nimaga? Rasmdan ham pastga tushiraveryapti-da, tushunyapsizlarmi mana? O'sha uchun biz Command Shift I bilan mana shu to'rtburchak knopka bilan bitta ustiga chiqara olib, Ctrl bilan bittalab pastga tushiramiz mana. Joyiga kelguncha. Mana chotki bo'ldi. Ko'rdinglar? Obyektimiz, pastda uyimiz tayyor. Endi uyni bu joylarni chizishdan oldin o'zi bolalar uyni detalni tugatish kerak. Men prosta hozir daraxt tugatmoqchiman. Chiroyliroq ko'rinishi uchun. Daraxt tugatib olish uchun nima qilamiz? Ha, обязательно qilayotgan ishlaringlarni bolalar mana ikkita obyekt turibdi, mana. Iloji boricha belgilab, iloji boricha emas, qat'iy gruppa qilib ketinglar. Hatto illyustratsiyalaring men bitta bardak bo'lib ketadi bu yerda. Juda ko'p narsa bo'ladi, ertaga topolmay qolasizlar, boshqa bo'lasizlar, keyin bir-biriga bog'lanib ketaveradi. Shuning uchun bitta obyektmi mana. Boshqa narsaga aloqasi yo'q-da buni. Bitta obyektmi gruppa qilib olamiz. Okey? Uy Ctrl G. Mana bu uy bizda bitta obyektda nima qilamiz? Buni ham gruppa qilib olamiz. To'g'rimi? Bo'ldi, gruppa qilib oldik. Mana bu yer bilan mana bu narsa ham pastda bitta narsa. Nima qilamiz? Buni ham gruppa qo'ysak bo'ladi. Buni bitta o'zini gruppa qilib o'tirmaymiz-da. Buni men bitta daraxtlarni chizib olib, gruppa qilib olamiz birdaniga. Xo'sh. Daraxtni chizib olamiz. Yana sabosoboy. Bunday olib bitta obyekt chiqaramiz. Mana. Bo'ldi, chiqara oldik. Endi aylana chizamiz. Ellips bor. Ellipsni men bitta chizib olib, buni ham mana daraxt ko'rinishida yashil beramiz. Qo'ning. Yashilda. Mana bitta ligirovka qilsa bo'ladi, ko'rasizlar bo'ladi. Tak. Mana bu yashil normal. Endi mana bu yashil ustida yana ten bor ekan. Tenni nima qilamiz? Metodi bundoqroq qilib mana. Endi men tushirmasdan qilib ketyapman. Nimaga? Tez ishlaring tezda bitishi uchun. Obyekt tayyor, soya tayyor, Ctrl Z. Mana buni o'chiramiz. Command Shift V. Strokini olib tashlaymiz. Yo'q, stroka qola qolsin. Opacity buni rangini cho'mdiroq qilamiz. Ha, ko'ryapsizlarmi? Bitta muammo bo'ldi. Strogi tushib qoldi. Strokni biz mana bu yerdan 0 qilib olamiz. Endi bolalar qaranglar, nima problem bo'ldi? Strok ustiga chiqib ketdi. Birinchi qilganimda esinglardami? Strokni o'chirib, strokni yo'qotib, qilib keyin soya men buni to'g'irlaganim. Ammo men bu yerda hozir strogi bilan qilganim uchun nima qilyapti bu? Strok bo'lgani uchun bu shunga qarab mos qilib kesib yubordi. Nima qilish kerak ekan? Shu uchun strokni o'chirib turamiz. Yo'q, prosta strokni o'chirib turib, shunaqa bo'lyapti. Men bunimiz lekin nimagadir ustiga chiqib ketdimi? Bu opacity tushgan. Lekin yana undan ham zo'r yo'lni aytayim, juda paritsiya qilib o'tirmay, strokni o'zini olib tashqaridan qo'rsak ham bo'ladi. Eng tez yo'li. Bizga ahamiyatga ega emas-ku bu narsa. Kelinglar, olib turib, kallasini gruppa qilaman. Buni olib turib, ikkalasini berib ayling bilan patsenter qilib olaman. Buni ham gruppa qilaman. Menda pasuvchi daraxt tayyor, lekin ozgina mana bu yerda darabotkasi bor ekan. Nima qilaman? Ustiga 2 marta bosib, menda gruppa bor. Bunday qilib to'g'irlasam bo'ladi. Gruppaning ichida ishlayapman, ko'rasizlar? Tezgina. Mana bunaqa bakchalar chiqyapti, cho'ta tushunmayapman. Nicho bo'lib turadi, lekin sizlarda chiqmasligi kerak. Bu narsa ofitsiallisi bor-ku, internet bilan ham bog'langan bo'ladi-da.
Shuning uchun orada mana shunaqa bakchalar chiqib qoladi ablahda. Olamiz. Mana bu yerda yoni chen anaqasi bor ekan. Shunaqa effekt berish uchun tanlab qo'ydik. Daraxtda tanasida ham soya bor ekan. Qisqacha, qisman ozgina soyacha bor ekan. Uncha buni olamizda, nima qilib 5 strok qilamiz, strokni o'chirib, mana buni black qilib, black qora degani bu. Ha, agarda ruchnoy mana bunaqa razmer to'g'rilay olmasanglar, mana buni ustiga bitta bossanglar, mana bu yerda razmerovkasi bor. Bu eni, bunisi bo'yi. W H qilib qo'yilgan. Bo'yini kopiya qilib olib, mana bunga tanlab, bu yoqni o'zida bersak bo'ladi. Ha, kstati, bu joyda hozir bitta narsani bilib olinglar. Mana bu zanjircha yoniq turibdi. Agarda zanjircha yoniq tursa, sizlar har qanday razmer berishingizdan qat'iy nazar bu mana shu shakl ko'rinishda o'zgaradi. Ya'ni men bunga hozir boyaga kopiya qilgan razmer bersam, bu eniga ham, bo'yiga ham o'zgaradi. Bir xil bo'lib standartni katta bo'ladi. Ya'ni misol uchun aytmoqchi bo'lganim, men buni hozir enini telefon deylik o'zgarmaydi. Enini 10 sm qilsam, bu unda 10 sm cho'zilib qolmaydi-yu. Celый butun figura o'zgaradi, bu yoq 10 sm bo'lib, tepa ham shunga qarab moslab ko'tariladi. Agarda unaqa bo'lishini istamasanglar, sizlar mana bu yerda zanjirchani o'chirib qo'ysanglar, faqat razmer bersanglar, misol uchun, bunday qilib. Faqat eniga ko'payapti, ko'ryapsizlar? Bo'yiga. Haydi borishinglarni qaranglar. Yo, eniga ustoz deb aytmaysizlarmi? Adashyapsiz. Matematikani bilmaysizmi yoki boshqa narsa deb. Ha? Ha. Yuraverasizlar shunaqa qilib, haq bo'lgani uchun ustozinglar. Unaqa bo'lmaydi. Spros qilish kerak konkret ustozdan. Mana bizda daraxtjon tayyor. Mana daraxtim gruppa qilingan. Nima qilaman endi buni? Prosta tupi kopiya qilaman. Sal kichraytiraman. Ne bo'laveradi anaqasi. Va kichkinaroq qilmoqchi edim-da, o'rtaga tak. Kopiya qilamiz va bu yoqqa nimani bosib kopiya qilsa bo'lardi? Altni Altni bosib kopiya qilib olamiz. Mana bu joyiga boshqacha bo'lib qolyapti. Men shuni reski bu yoqqa qaratib o'tkazishim kerak. Da, samasa bo'lsa agar ba'zi bir narsalarni bilmaganlaringda ruchnoy mana bunaqa qilib o'tkazardinglar. Yo'q, men unaqa qilmayman. Buni olaman, o'ng ishkani bosaman, transformga kiraman, buni bosaman. Mana bitta horizontal vertikal qilib o'zgartirib qo'yadi. Shunaqa joyi bor. Horizontal vertikal qilganga vertikal kerak, bitta bosaman, vertikal tarzda o'zgardi. Buni qo'ydim. Bizda obyekt tayyor. Men obyektlarim Ya, o'zim kattaroq kichkinaroq qildim. Soyasi har xil bo'lib qoldi, ha? Bo'ldi, nicho? Nima qilyapman? Gruppani ichiga kiryapman. Ko'rdingmi? Gruppada ishlaganim uchun ishim osonroq bo'lyapti. Gruppani ichiga kirib, nima qildim? To'g'rilab yubordim. Mana. Endi tegidagi obyekt bizda hal, ishlari hal, buni gruppa qilib qo'yamiz. Gruppa qilganimizdan keyin bu ham bizda gruppa, mana bu ham gruppa ekan. Mana bu ham o'zi aslida shuni gruppasi, Ctrl X qilsak, bu tek tugi bilan qo'parib oladi. Bilasizlarmi? Buni bilsangiz kerak. Ctrl C ikkita qolsa, Ctrl X bu tek tugi bilan oladi xullas. Gruppani ichiga kira olamiz, Ctrl Shift V qilamiz va nima qilamiz? Pastga tushiramiz bitta. Bunday qilib. Command bilan. Siz nima? Ertalabdan ishingiz bormi? Kelganim beri ish qilib o'tiribsiz. Dunyo ishlarini hal qilyapsizmi? Aytib qo'y, mana shu bolani eslatib qo'y, savol bersangiz ko'rsatgan narsalarimdan.
Xullas, menda obyektim tayyor, uchalarim tayyor, tako chiroyli bo'ldi. Bitta uylanib kelib olish qoldi, bir ikkita joylarini qolsak bo'ldi. Xullas, men opacitysini ozgina tushiraman, yigitlarni kulib olishini. Ha. Xullas, opacitysini tushiraman-da, men buni nima qilaman? Oynalarini va men bu oyna deyladimi, nima deyiladi bilmayman. Dumaloq oynasi va boshqa narsalarni chizib olamiz. Qaranglar, bu yerda illyustratsiyani chizgan odam eringan, nima qilgan? Sizlarga ko'rsataman. Men bu daraxtdagi narsani bu yoqqa qo'yib qo'ygan. Biz ham shunaqa qilsak bo'ladi, necho? Olib gruppani kopiya qilamiz. Bu yoqqa ichiga kirib rangini o'zgartiramiz. Nima deysiz? Ha, asos kichiktiramiz. Rangini o'zgartirish uchun bolalar, men gruppalarning ichiga kirib o'tirishim shart emas. Yana kstati shuni ham metod qo'y. Ctrl-ni bossanglarda, chap mishkani bosib, любой tanlamoqchi bo'lgan joylarga bossanglar, obyektinglarni tanlab oladi mana. Gruppa bo'lsa ham hech farq yo'q unga. Ctrl bilan ishlasanglar. Bitta bosamiz, nima qilib ko'k rang qilib qo'yamiz. Buni ham mana tanlayapman. Buni ham ko'k rangga o'tkazamiz-da, balakat bu strok bo'lib qoldi faqat yana. Necho ko'k rangi bitta shunday tarafi mana shu anaqa hamma narsani точно ko'rsatmaydi bu ham. Gruppadan chiqish uchun mana bu yerda kirib ko'rib turishingiz mumkin mana. Nazat, layer, group qilib qo'yilgan. Shu yerdan chiqsangiz ham bo'ladi. Agarda 2 marta bosib olsangiz butun gruppadan chiqib ketadi. Mana shu joyda agar ishlasanglar, o'sha gruppaning ichidagi gruppaga kirib nazar qilib chiqarsangiz bo'ladi. Va bizda mana bu narsamiz bor. Buni olamiz, rangini qo'yamizda, kstati buni keyin sal cho'mliroq qilib qo'yamiz. Mana. Notepad. Hozir ko'rdinglarmi? Men 2 marta chetiga bosdim, gruppamdan chiqib ketdi bu. Shuning uchun men bu yerdan ishlaganlaringiz yaxshi. Buni olamiz, ozgina kattaligini kichraytiramiz. Lekin bu nima deydi? Bu odam eringan deyishinglar mumkin, lekin logikal qaraganda to'g'ri qilgan, chunki quyoshni bitta shakl tarafdan berganda oynaga ham, daraxtga ham o'sha soya, yorug'lik ham bir xil bo'lib tushadi-da. O'shani shaklini qilish uchun qaytadan qilib o'tirmaganda ko'piya qilib qo'yilgan bo'ldi. Endi biz nima qilishimiz kerak? Biz eshikni, oynani chiza olishimiz kerak. Oynani ham olamiz-da. Mana shaklini tushirib olib, avvalnisini to'g'rilab olib, buni ham ozgincha opacitysini tushirib olamiz. Mana. Ichiga nima qilamiz? Fill beramiz, ya'ni boyagi rangimizni beramiz. Ko'k rang. Hozir довольно скучно ko'rinishi mumkin, сложный ko'rinishi mumkin kimgadir, no ishoninglar, bitta yo'lini tushirganlardan keyin вообще oson. Xullas, mana bu joyda bizga nima bo'lyapti? Tenlarni tushirgan. Mana. Ten debman, quyoshlar. Biza buni mana bu yerda o'zida strok qilib bera olsak bo'ladi. Hali vaqtimiz bor ham bo'ldi. Men bu bilan olib, o'chirib tashlaymiz. Ko'rding, o'chirishlarni bilib oldinglar o'sha. Va buni white qilib, strokini 14 cha qilib, mana bu joyini bunday qilib, buni strokini oq qilamiz. Oq qilgan joyimizda nima bo'lyapti mana? Ko'rishingiz mumkin. Strok ustiga chiqib qolyapti. Buni решенияsi bor deb o'ylaysizlarmi? Bo'lmaydi unaqa. Nima? Kessa ham bo'lmaydi strokni. Baribir shunaqa bo'lib qoladi. Mana boya strokni shunaqa kesib oldik-ku. Yo'q, strokni misol uchun hozir strok berib taxlab oldim shaklini, bo'ldi, mana shakl taxlab oldimda. Strokni men olaman-da. Shu instrumentlarni sizlarga ko'rsatib ketyapman-da, mana. Strokni olib, buni yana fill qilib obyektga o'tkazib olaman.
va ana indan keyin o'chirsam voy o'lay. Mana bunaqa ko'rinishga keladi. Tushundinglar? Strokni o'chirganlaring bilan ham tekst bo'lmaydi. Uni o'zi listning joylari bo'ladi. Va biz olamizda bu yoqda bunikini tashqaridan qilib qo'ysak, mana bizada ish hal, oynasi ham hal. Tushundinglarmi hozir nima bo'lganini? Strokni kesganlaring bilan ham baribir chiqib qoladi. O'shuning uchun shaklni tushira olasizlar-da, expand qilib, filga o'tkazib, qotirib qo'yasizlar. Bu bizada обязательно nima bo'lyapti? Buni ham voy o'lmasam buni olamiz, gruppa qilib ko'ramiz. Menda cho'ta. Ya xudo. Eng qizig'ini aytaymi? Shuncha qilganim saqlanib qilmagan bo'lsam, tamom. Ana sizlarga. Ha? Bilmayman, shunaqa odati bor o'zi. Bo'lib turadi, ha, kстати, Ctrl-C qilib saqlanib qo'yinglar обязательно. Uning uchun saqlanib qolishini kerak. Voy, o'lmasam. Uning uchun baribir izначально saqlanib qolishini kerak edi. Xullas tabriklashinglar mumkin. Короче, mana shunaqa metod bo'lib qolsa, hozir o'chdi, saqlanib ham qilib bo'lmayapti. Nicho, bizda bitta yo'li bor. Yanada решениесі. Yangi fayl ochamizda, bu yerga tushirib ko'rishga harakat qilamiz. Ha, shunaqa bug bo'lib qoldi. Xullas hammasi dabdala bo'ldi. Shuning uchun mana yonida metodni ko'rdinglar, saqlanib qilinglar. Shuncha chizganimiz boshida saqlanib qolish kerakmi? izначально boshida saqlanib qilish kerak. Falakat. Qaysiligi nomi, fayl nomini yozib o'tgan Yo'q, o'zi ochgandan keyin ham Ctrl Shift S bosib joy tanlab saqlanib qilib qo'ysanglar bo'ldi. Avto saqlangan ishlayveradi keyin shu yerda. S. Mana sizlarga yaqqol misoli bilan siz shomollab qolasiz o'tirishda. Yaqqol misoli ishni saqlanib qilish bo'yicha shuncha chizganim uxladi. Menda nimaga bug bo'lib turadi bunaqa joyda? Bu primoy onlayn ishlaydi, o'sha aytganimdek, bog'langan bo'ladi, joyida mana shunaqa bakteriyalar bo'ladi. Xullas tabriklashinglar mumkin. Mana 1 soat qilgan ishimiz uxladi. Siz tushundinglar.